Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede size gacırız, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islağa 2026 yıl 8. ayının 14. günü vatandaş yaptık. Cüme. Bugünkü vaziyetimiz neyse, mındak bir cümle tünügün sözüldük. Tünügün tor betlerinin haber kılışının eğiş yönelişi Tayvan tarafga. Çünkü Kompartiyası yoki Xi Jinping Tayvanga qandaq muomala qildi degan tarafga yuzlangan edi vatandash. Bugun endi tor betlarning bu xohishi yoki bu yuzlanish Jungo Kompartiyasining ichki qismiga qartildi. Xi Jinping qachon taxtdan tushdi? Masalan, bugungi bir xabarda deydi, Xi Jinping taxtdan tushdi, uning o'rniga Boşilay taxtga chiqdi debdi. Kim bunu degan desangiz, Shaolin maliyasi. Agar selishtirish to'g'ri kelsa, Mao Zedongga e'tiqod qilish, Mao Zedongga cho'qinish, Mao Zedongning ideyasini qo'g'dash va shu bo'yicha davlat boshqarish nuqtai nazaridan aytsangiz, Xi Jinping taqa Boşilay deganga yetishmaydi vatandash. Boşilay deganga yetishmaydi. Masalan, 2012-2013 yillar Boşilayni bir taraf qilish va qo'lga olish, Chin turmisiga o'tmoqchi bo'lgan orliqdan burun Boşilay Sichuanda Mao Zedong ideyasi, Mao Zedong sishangini ko'tarib chiqqan odam edi. Mao Zedongga kim erishmoqdi, kim uning izbosari bo'ladi deganiga solishtirib to'g'ri kelsa, Xi Jinpingga qaraganda Boşilay texmi aktiv. Menimcha shuna faraz qilamanki, Boşilay bu qatim Xi Jinpingga izbosar bo'lib, Jungo Kompartiyasining sekretarligi va yoki davlatning raisligiga degandek bunday huquqlar yetib kelolmasa kerak vatandosh. Jungo Kompartiyasining ichida emas, men o'tganda bir aytdim, bu qatimqi masala izbosar belgilash masalasi bu Jungo Kompartiyasining masalasi bo'lishdan yoki Jungo Kompartiyasining o'zining ishi bo'lishdan olqib ketdi. Reallik olqib ketdi. Dunyoning xalqaro jamiyatning ahvoli olqib ketdi. Xalqaro jamiyatning Jungoga qaratgan pozitsiyasi olqib ketdi. Bugün bu iş herkes Jungo Kompartiyasining ixtiyoridagi ish emas. Ve shundaqli Jungo Kompartiyasidagi mazhablar, masalan shunda aytibdi, Boşilay guruhi debdi, Xi Jinping guruhi debdi, Hindistonda armiya ikkinchi avlod guruhi debdi, ondan partiya ikkinchi avlod guruhi debdi. Shaolin maliyasi shundaq dedi, bu guruhlarni o'zaro elishidi degan vaqtda o'zaro tepishidi degan vaqtda Xi Jinpingni bir tarafga qo'yib, Boşilayni bir tarafga qo'yib qo'ysa, menimcha Boşilay deganni qo'llaydigan odamlar, ya Kompartiyaning o'zidan aytganda jumi qo'llaydigan odamlar ko'p emas. Ya'ni Xi Jinpingni qo'llaydi vatandash. Biz har kuni sizlarga so'zlab keldik, bir kuni Zhang Yisha dedik, bir kuni Hu Jintao, bir kuni Wen Jiabo dedik, bir kuni endi Boşilay degandek. Hammani so'zlab keldik. Hokimiyat, ya'ni shu paytda turibdi dedik, tunugunlardan sizga tunugi so'zga leksiyamizning xohishi Tayvan tarafga qartildi. Bugungi so'zlaydigan leksiyamizning xohishi partiyaning ichki qismiga qartildi degan. Mayli Xi Jinping bo'lsin, mayli Jungo Kompartiya va AK Kompartiyasi bo'lsin, navbatda duch kelgan vaziyat va yoki navbatda duch kelgan hal qilaman desamu hal qilishning chorasini topolmayotgan. Chunki har qanday bir ziddiyatning o'zining hal qilish chorasi bo'ladi. Hal qilish metodi bo'ladi. Chunki ziddiyatning xarakteri shu metodni belgilaydi vatandosh. Sen shu metodni qo'llanib hal qilsang, bu ziddiyat hal bo'ladi. Sen bu ziddiyatni hal qilish uchun o ziddiyatning xarakteri talab qilayotgan metodni qo'llanmay, boshqa metodni qo'llanib bu ziddiyatni hal qilaman desang, bu hargiz oqmaydi. Masalan, alaylik 5-oyning 12-kuni Jungo Kompartiyasi Millatlar qonuni e'lon qildi.
Kanunu tüzdü. 7. ayının 1. günü bunu icra kılımen dedi, icra kıldı. Sen nöbetli milletler kanunu, Cumhuriyet milletleri birdekligi, vatan birdekligi, milletler ittifaklığı o bu. Bu senin ziddiyetini hal kılış usulun. Siz ziddiyetin karakteri Uygur, müstakil devletimini esli keltirmen devatıdır. Tibet hem menin müstakil hükümetim ve devletimini özü keltirmen devatıdır. Sen bunu oilinip gelip milletle ittifaklığı deydiğin metot ile hal kılman desen, bunu tegimi şundak, mahiyetimi şundak, çekidin aşkı zorvallık. Xitayçı zo'ravonlikdir. Demek sen ziddiyetin karakterinde şunun tertibi boyunca hal qilmay, onun qarshi metodini elib kelib hal qilma desang zo'ravonlikdir. Şun bugun qarayli, Jungo Kompartiyasi asosiyatni markazlashtirsak 4 xil ziddiyet yoki 4 xil vaziyatga duch keldi debdi. Uning birinchisi nima? Amerikaga qarshi turish. Amerikadan elishish, Amerika bilan qarshilashish, Amerika bilan raqobatlashish. Lekin muddaoga maqsadingga yetolmaysiz. Amerikaning ustidan g'alaba qilaman deb g'alaba qilolmaysiz. Jungo Kompartiyasi. Amerikaning ustidan g'alaba qilolmaysiz. Ziddiyatning ikkinchisi, bugun endi umumlashtirib oldin kelayotgan ziddiyat shukanki, hozir iqtisodni markaz qilgan holda partiya ichidagi, armiya ichidagi kurash, tozalash va nima maqsad partiya ichida, tozalash va nima maqsad armiya ichida. Ziddiyatning uchinchisi, yaqinda o'tirg'i chiqayotgan millatlar ittifoqi qonuni va chegarani taqobilish, davlatni taqobilish. Vaziyatdan dördüncüsü belki en ağır vaziyat. Ağızga çıkmayıvatkan, stel üstüge koyulmayıvatkan, deptegi yazılmayıvatkan Jungo Kompartiyasının meydandan aytkanda. Şundak buluvatkan, lekin Jungo Kompartiyasının ecellik ziddiyet, ecellik vaziyat, Tibet ile Uyguristan meselesidir. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Tibet to'g'risida qonunlar loyihalarini ma'qullab keldi. Eng oxiri Tibetning masalasi pishib yetildi. 2024-yili 7. ayning 13 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Tibet to'g'risida ma'qullagan qonun loyihaga shu vaqtdagi prezident Joe Biden imzo qo'ydi. O'z taqdirini o'zi belgilashga huquqli. Uygurlar meselesi 2025 yılı 4. ayının 8. günü Avam Palatası azası Yang Hanım özü doklat bergendek oturup koydu. Uygurlar öz takdirini özü belgeleşme hukukluk millet. 4. ayının 8. günü 2025. Ben şuna muşlar asasında Tibet meselesi, Uyguristan meselesi pişip gelgen meselelerdir. Xitay burada özünü kaçırıvatıdır. Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Majlisi bundan kanun ma'qullaydi. Xitay berip ayada nima devatıdır? Milletler ittifaqlığı meselesi, kanun meselesi, chet elga chiqimiz, chet elde jazolaymiz, qayerda bo'lsa boj olamiz, qayerda bo'lsa tutib kelamiz, tepib kelamiz, etib kelamiz, nochilik qilamiz. Bunun o'zi nima desiniz? Mesele şu tekki yetti, şu tekdeki yetti. Xitayning kuchi yetmedi. Xitay kuchi yetmegechki Xitay g'oljirlashdi degan gap. Çünkü xalqaro jamiyat buna dikkat qildi. Bu mesele deb ko'tarib chiqdi. Sen bu meselege qanday javob berishing kerak? Haliqadek zo'ravonlik bilanmi va yoki ziddiyatdan xarakteri. Mesela Uygurlar devletlersi keltirmen dedi, Tibet mi okşaş devletlersi keltirmen dedi. Sen moşunun layıkıda metod bilen hal kıysan bu hal buludu. Haliqada kanunlarını tüzüp plan kıysan zo'ravonlik, üstüge zo'ravonlik. Şuna hazırki vaziyetning eng ağırı deginim Uyguristan Tibet meselesi. Xitay duch kelayotgan mesele bu dengizdagi hoditash. Sunun ostida çöküp durgan hoditash. Lekin Xitay her qadamda do'qirib, her qadamda süvilib, her qadamda ba'zida oylinib o'tib, ba'zida to'xtab qolib,
duch kelayotgan xalqaro masala. Seni kompartiyada kim başlık oldu, kim düşüdü, kim çıkıdı? Tibetlerin pervayı pelek, Uygurların pervayı pelek, Kuomintang demdi, Gongchen demdi, hemisi Xitayning partiyasi, Wang demdi, Zhang demdi, Li demdi, Tang demdi, hemisi Xitay. Meyli Tayvanlik, meyli Cungulu. Hazreti Tayvan Kuomintang'ın reisi Li Jinli mi? Jinli milletler meselesi ifade bildirmedi. Belki vakti yetmedi. Tahi ücret kemmedi. O nimedeydi o. Yani Xitaycha Dayitong birlikki keltiriş, dünyanın birlik keltiriş degen bilen Kuomintang hazır demokratiyeleşken Kuomintang demokratiyeleşken Tayvan şu doğruda mesela asallık milletler atalgan ameliyatda milletler Katar'daki çok milletlerden birisi Uygur Tibet ki Kuomintang partisi kanda muamele kıldı. İfade bildirgin yok. Bırak Tayvan'da Zhongtian TV degen üzün muhbirlerini Kaşgargacha avatib, hatta tarımdan to'g'roqligigacha avatib, dal Xitoy maydonida Xitoy pozitsiyasida Uyg'urlarga muomala qildi. Boshlang'ich maktab bolalarga shundoq muomala qildi. Bir mustamlikchi sifatida mayli cho'ng'u qo'rg'liq ayaz o'tirsin, Tayvanning Xitoylari Zhongtian TV shundoq muomala qildi vatandosh. Ana şu Xitoy, hazır şu Xitoy, to'rt turlik ziddiyat Amerika bilan qarshilashish uddasidan chiqolmaydi. Iqtisodiy va boshqalarni o'ziga jam qilgan savdo tijorat qarshiligi, qarama-qarshilik Yevropa Ittifoqi va Amerika buningda endi yana uddasidan chiqolmaydi. Chunki bu yerda ahli adolat masalasi bor. Sen bugün dünyada 40 devletten faydalanıp, 40 devletke mal çıkarıp, şu yerde markanı özgertip, yani Amerika'nın bazılığa evetken iken sen bugün Aksaray tutup aldı. Bu Amerika Koşmuş Ştatlarından sonra organları bunu baykap kaldı. İyilik bilip aldı. Tutup aldı, tutulup kaldı. Çünkü Kompartiyası. Qancha ilgarilik qilsam bir qatim, ikki qatim, ikkinchi, uchinchi qatimga borganda davomlashmaydi, tutilib qolsa. Bugun mana Amerika 40 davlat orqali Jungoning 40 davlat orqali Amerikaning bozoriga elib kirayotgan moddiy mahsulotlar, tovar mahsulotlarini tutib qoldi. Amerikada bojdan, tamojdan, bejidan qochib, boshqa davlatlar bilan birlashib, mush ilgarilik Muşundak geçse bu ziddiyetler aldılar. Sen bu ziddiyetlerge başta etkandak doğru muamele kılmasan, üzerinin siyasi, üzerinin bilgini boyunca yok arkadaki zorvallık veya hilegerlikle muamele kılsan, sen kalbi kılanmaysan Cumhur hükümeti. Şu hazır 4 yıl ziddiyetin içinde dedim takitlep, Hadataş deniz hastadaki en katlı Xitay 4 kilowatt kavvezce Tibet günü mü deysen Uyguristan'ı mı deysen. Bugün haberlerini anlamadı, kısa haberler şekilde. Beycem şehrinin güle kakaları umum yüzlük açılıp gitti. O ahire taxtdan tushadigan bo'ldi. Kim? Xi Jinping. To'rt nobirini to'rt 8 ayning 14 kuni yutib. 1 soat ilgari. Yani bir haber ekranda yukarı derecelik emeldarlar sırlı kaldı, gayip buluşku başladı. Cungo'da. Köplügen imtiyazlı kişiler tuyuksuz gayip oldu. Bunun sebepleri ne? İnsanlar çöçüydü. Bunun sebeplerden insanlar çöçüydü. Zhang Weiping obzori Beijing şehri özgürlüğü yetip geldi. Xi Jinping guruhi
boşilay guruhi partiya içindeki peşkademler özara elişişe başladı. Jonanxay'da köz ötüş. Doğru bitti. 8. ayın 14. günü. 6 saat ilgili. Yani bir haber. Kızıl ikinci evlat. Armiyeli ikinci evlat. Bilen birleşip Xi Jinping'in 8. ayının 30. günüdün burun tahttan düşüşke zorladı. Yani bırak öteye Kızıl ikinci evlat. Armiya ikinci evlat birleşip Xi Jinping'in 8. ayının 30. günüdün burun tahttan düşüşke zorladı. Bugün 8. ay 14 mi? Ve yünen dünyaya nazarı bu ayalma kem yazıda naytı doğru fikir kıldığın ayalma o Xitayça tüye ve yünen dünyaya nazarı 8. ayının 13. günü tam. Yani bir haber Hojintao Jonanxay'la hal kılgıç kalbi girişte. Siz Jonanxay emez, bir dakikada bu iş gerek, bir dakikada uyak ha. Jonanxay'la hal kılgıç kalbi girişte. Xi Jinping 5. umumi yığında tahttan düşüşüne karar kıldı. Lavrnes 8. ayının 13. günü yutar. Lavrnes'in başlık haberi bugün dedi. 8. ayının 14. gün tahttan düşüşüne bol değil. Vakit kaçar. O da orada yapıyor ha. Yani Lavrnes meyede Xi Jinping 5. umumi yığında tahttan düşüşüne boldu ve karar kıldı. Lavrnes 8. ayının 13. günü yutar. 5. umumi yığın kaçan idi? 10. ayda. 10. ayda. Bir adı Lavrnes'ten muşu gibi doğrudak durdu vatandaş. Sizlerime haberin var, muş günü geçip Prezident Donald Trump nahit yüksek ahlak yüksekliğinde, özünün ahlak yüksekliğinde. Yani Prezident Donald Trump'ın özünün ahlak yüksekliğinde hazırgıça Xi Jinping'ni men yaxşı bilemem, yaxşı tanışımam, yoki yaxşı muşundaq mazmun içinde keng emas, tar emas, muşundaq gap içinde Xi Jinping'e yaxşı baha berip keldi Prezident Donald Trump. Yani bu devlet daila oturuşu gap. Sizde bizden bu tarzı göz karşımızda hem de torbetçiler her ne deydi o. Şuna deyip durmuşdu ki Prezident Donald Trump şundaq bahalap geldi Xi Jinping'e. Şunundan qaragan lazır 10. ay, 8. ay deyli taxtdan tushidi chiqdi degan gaplar bo'lib tursin. Lekin shart shuki Beijing yoki Jonanxay rais Xi Jinping'ning Amerikani ziyorat qilishini qo'llaydi vatanlar. Hozircha uning Amerikani ziyorat qilishi qarshi gap qilgan bir odam chiqdi. Mayli uning qarshi guruhi bo'lsin, mayli partiya ishida, mayli armiya ishida Xi Jinping'ni bu qatam Amerikani ziyorat qilishga qarshi gap o'ttirg'i chiqmadi. Shundaq bo'lganda 9. ayning 24-i Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilib bo'lib, 5. umumiy yig'inda taxtdan tushdi desangiz bu to'g'ri. Yana bir xabar. Aqsaray 24 soat harakat qilib Jungo Kompartiyasining 300 milliard dollarlik mol tovarlarini to'sib qoldi. Ekranda Jungo Kompartiyasi yer sharida 40 davlatdan foydalanib, marka yop, o'zidan tovar mallarga yangi marka chaplab, Amerika bozoriga eksport qilib, Amerikaning boj elishidan saqlanib keldi. Bu ahvol her yili Amerika tamojna idorasini 330 milyondan 400 milyon dollargacha ziyon uchratdi. Gördünüz mü? Xitaydan bu narsa. Xitayning peshonasi Xitoy deb marka chaplab qo'ygan. Shundaqla Amerikada 45 ming ish o'rni ziyon soldi. Ümit Sadası TV 8. ayının 14. günü yurdu. Hojintao aile tavabatları başta bir ettik mi? Yani ikinci torbitinin haberi cuma. Hojintao aile tavabatlarını elip məxsus poyuz bilen Beijing şehre kirip geldi.
Beijing şehri kirib keldi. Məxsus poyez bilan. Ümid Sadasi 8 ayının 14 günü yutdu. Yani bir xabar Xi Jinping'den keyinki dabir. Hukuk boşluğu. Eğer izbasar, izbesip, kelolmasa, Jungo parchalanadi. Mana bugun yangi hukum sizlarga topshirayotgan yangi siyosiy hukum o'tadi. Hozir siz diqqat qilayotgan boshlaylarni tahlil qildik-ku. Agar Jungo Kompartiyasi Xi Jinping taxtdan tushdi desa, taxtdan tushuvchi bo'lgan orliqda izbosarlar masalasi hal qilmasa, izbosar kendi izbesib yetib kelolmasa, Jungo parchalanadi. Vikilla Torbeti 8 ayının 14 günü yuttu. Yani bir haber almıştırıldı. Kim almıştırıldı? Xi Jinping almıştırıldı. Demek bir yerde izbasar tepildi degenge. Almıştırıldı. Çünkü Kompartiyası uzun kesil parçalan. İzbasar mı tepildi? Lakin Jungo Kompartiyası uzun kesil parçalan. Xi Jinping taxtdan tushdi. Boshlar taxtga chiqdi. Savdo moliyasi 8 ayının 14 günü. Ciddi xabar. Ben Jiabao, Hu Chunhua, Xi Jinping'den hisob olishni qaror qildi. Ikkinchi bo'lib boshlar o'ttirg'i chiqdi. Boşlayının adamları cumaatak boşlaydigan türmüde, Çin türmüsü. Boşlayının adamları oturup çıktı. Chang Wei-ping torbiti. 8 ayının 14 günü yota. Yani bir haber ekranda Amerika perde arkasındaki karakolunu tuttu. Belki perde arkası karakolunu tuttu. Bütün torbettikiler Xi Jinping'in ahırki takbiriga qarab kaldı. Bu yerdeki karakol, çünkü Kompartiyasının içindeki karakol. Yani onu Amerika bu karakolunu tuttu deydi. Bunu anlaşım gerek, saklı aldım bir anlaşım gerek vatandaş. Hujunta aile cemaati keçilep Beijing şehri kirdi. Başta bir, mabar, iki torbetinin haberi. Ümit Sadasi TV 8 ayının 14 günü yuttu. Ümit Sadasi'nin kendine şirketin bir tür bunu şirketin anlattım size. Gerek yok vatandaş. 8 ayının 14 günü yuttu. Anda ma haberi karanın. Rusya gumran bolgan günü Jungo ham uzul kesel gumran buludu. Beijing her kandak kişi yaşaşını oylamışsın. Ümit kalmışsın. Ümit kılmışsın. Oylaşmışsın. Dedi. Rusya gumran bolsa Beijing hem Jungo hem gumran buldu. Şunun deyin ki muşu mentakı boyunca Beijing dedi ki her kandak kişi yaşaşını oylamışsın. 50 yıl burun Jungo Rusya uruş kılıp körüdü dep korkattı. 50 yıl burun Rusya uruş kılıdı dep korkattı. Endi bugün nemişki Jungo Rusya'nın gumran buluşudan korkudu. Vah, kaltısı koyulgan sual ken vatandaş bu. Acayip koyulgan mavzu kenci mi? 50 yıl burun Jungo Rusya uruş kılıp körüdü dep korkattı. Endi bugün nemişki Jungo Rusya'nın gumran buluşudan korkudu. Hakiki koyulgan mavzu, hakiki kısa haber, hakiki işlengen torpilim iken, bunu leksiya sözlevatkan kişinin seviyesi bek yukarı vatandaş. Bek yukarı bir ayal kişi iken, nahayet yukarı seviyede sözlevatkan.
Bugün bu kişinin iki video filmini görüp kaldım. Biri Rusya doğrusuda, ikincisi Amerika Cumhuriyeti münasebeti doğrusuda bu 40 yıl, ya bu 30 yıl içinde avval sabık Prezident Clinton'dan başlasak, Prezident Clinton nemişki Cumhuriyeti kol salmadı degan temada sözüldü birine. Nemişki Prezident Clinton kol salmadı. Şu 30 yıl, şu 40 yıl içindeki fırsatlar. Mesela Irak, Afganistan uruşı, bu 10 yıl, 20 yıl sözlük ketken urushda Xitoy bu fırsatdan qanday foydalandı? Muşlan sözlep geldi, qaltiq seviyelik ayal ekan. Hozir ma xabarmi shu seviyelik ayalning xabari. Bu denda endi bugun nimishqi Jungo Rossiyani gumroh bo'lishidan qo'rqadi. Qiziq nuqtalar burjuki. 8 ayning 14-kuni ikki hafta burun berilgan bugun yana kelibdi, men sizlarga yana xabar qildim atandish. Bu achqatib qo'yilgan mavzu ekan bu. Rossiya Jungo munosabatiga aloqador. Endi biz shunday aytaylik. Agar Xi Jinping taxtdan tushmasa, ya'ni shu taxtda turaversa, masalan 21-qurultayga yetib borganda yana bir qatim saylanishni talab qilsa, arliqcha 20-qurultayda saylanganligimi qonunsiz saylan dedi Vinjabov. Endi 21-qurultayga yetganda qandoq bo'ladi? Agar shu bo'yicha ketaversa davlatimiz jumaparat. Endi hozir biz sizlarga aytdik, biri armiya 2-avlod, partiya 2-avlod birlashib 8-oyning 30-kundan burun taxtdan tushsan dedi. Buni ko'rib baqaylik oldimizda. Yana birisida hozir muqimlashib qolgani 10-oyda 5-10 yig'inda taxtdan tushsan dedi. Biz endi mana preparaz qilaylik, o'tganda bir tahlil qildik, chalib olib qoldi, endi bundan keyin tahlil qilamiz. Biz başta aytdik, Xodatash Tibet meselesi. Deniz ostiga cho'kib turgan Uyg'uriston meselesi Xodatash. Buni Jungo Kompartiyasi birdam aylanib o'tib, birdam to'g'ridan to'g'ri yetib kelib, birdam o'zini qochirib, birdam bularni qaralab, masalan Tibetlarni, Uyg'urlarni qaralab, undaq terrorist, bundaq zo'ravon Palamston deb xalqaro jamiyatni bozorga selib, uningdan mag'lub bo'lib herkes özünün gepte aktaranmagan deyken, muş işte bulup otken 20-30 yıldan bire vatandaş. Demek siz xulasılap ahir şunu deysiz ki, bugün Jungo Kompartiyası ve onun sekreteri Xi Jinping, Tibet ve Uygur meselesi duç geldi. Qanday hal qiladi? Birinci qo'ydigan savolimiz qanday hal qiladi? İkinci qo'ydigan savolimiz bu meseleni hal qiladigan kishi Xi Jinping mi? Eğri meselenin eğri manmış yani. Qanday hal qiladi? Xi Jinping hal qilandi. Mesela Uyg'uristonda jazo lageri qirg'inchilik. Uyg'uristonda jazo lageri qirg'inchilik bu jinoyatni sodir qilgan kishimi Xi Jinping? Bu jinoyat bilan Uyg'urlarni qirg'in qilgan kishimi Xi Jinping? Bugün Uyg'uriston meselesini hal qilish uchun Xi Jinping kayniga yenib, o'zining jinoyatlarini jinoyat deb iqror qilib, bu masalani ziddiyatdan xarakteri talab qilgan metod bo'yicha hal qilamdi. Mumkinmi? Tibetdan o'xshash. Mumkinmi? Masalan, men xato qildim Tibet meselesida. Masalan, men xato qildim Uyg'uriston meselesida. Endi bunu tüzettim, endi bunu bunda hal qilaman deyishni mi Xi Jinping'dan kutishimiz mumkinmi vatandoshim? Yoki Jungo Kompartiyasi Xi Jinping'ni qoldirib qo'yib, sen meni o'zing bir taraf qilasan, o'zing bir taraf qilib, ondan vazifangdan ayrilsang bo'ladi deydigan ishim bo'lamdi vatandoshim. Bu og'ir gap bu. Xi Jinping şəxsi özünün arzusu, hissiyatı və yoki özünün məqsədi boyunca aytqanda o özünü hər giz cinayətçi deb iqrar qılmaydı vətəndaş. Mümkün emas. Mən iki məsələdə xata qıldım degan gapni Xi Jinping'in ağzından çıxaranmaydı. O qandaq hal qilishi kerak bu ishni. Ondaqda ikkinchi mümkünlük yetib keladi. Xi Jinping hal qilolmaydi. Xi Jinping tashlab qo'ygan soqol o'chak Xi Jinping paydo qilgan mushundaq yurak ziddiyat,
Xi Jinping paydo qilgan mushundaq yirik vaziyat endi uni ikkinchi bir odam, ya'ni Xi Jinpingning o'rniga izbosar bo'lib keladigan odam hal qilish kerak. O odam vaqtida shaxsiy mas'uliyatdan qochdi. Chunki o odam izbosar bo'lib keladigan odam Uyg'ur Tibet masalasida hozir jinoyat sodir qilgan odam emas. İzbasar bo'lib keladigan odam Tibet Uyg'ur masalasi Jungo kompartiyasida Uyg'ur Tibet masalasi jinoyat sodir qilgan odam emas. Uning ustiga o o'z oldiga chiqib men mana hal qilaman demaydi. Balki Jungo kompartiyasi bu masalani Tibet masalasini Uyg'uriston masalasini kollektiv hal qiladi vatanda. Xi Jinping lak sen ketgan bo'lasan. Üçüncü mesele vatandaş. Xi Jinping taxtı düştü değil. Jungo kompartiyasının cinayet artamdı yok. Hazır ortaya çıktı. Xi Jinping ve Xi Jinping grubu sen partiye karşı grup depti Zheng Jinhong. Bir dakika yığını da burun kız bir canıma yetti daimi heyetinin birisi Zheng Jinhong şundak depti. Sen Xi Jinping Grubu partiyaya karşı grup teşkil edin, depti. Ben deymen, hazır Xi Jinping taxtdan düşkende onu cinayetçi dep tanqidlaydigan iş bulamdı, bulmamdı. Mesela Uyg'uristonda jazolar göre Tibetlarda ma'rif medeniyet yo'qotish masalasi, Uyg'uristonda mecburi emgak Tibetni xitoylashtirish masalasi, mushu masalalarni jinoyat va xatolik deb Jungo kompartiyasi ödege alanda amasa ona yana bir taraf qilish xiyoli yo'q degan. Bu vaqtda nimaga duch keladi o? Agar Xi Jinping tushib ketib, Jungo ikkinchi bir hokimiyat kelib, ikkinchi bir odam izbosar bo'lib kelib, shunday to'g'ri vaqtda xalqaro jamiyatning besimiga to'g'ri keldi. Bu besim nima? Tibet masalasi qanday bir taraf qilsan, Uyg'uriston masalasi qanday bir taraf qilsan. Şunu o'ylayan, ondan agar bu masala shu masala sifatida ikkinchi avlod yoki ikkinchi izbosar kelib, Jungo kompartiyasi tarafidan Uyg'ur va Tibet masalasi degan masala eg'izga elinadigan bo'lsa vatandosh, yani siz uni ishininki Jungo jamiyatida bir demokratik siyosiy soatning boshlanadiganligi qayd qilsiniz. Urush bu mumkin emas. Jungo kompartiyasi Tayvan bilan urush qilolmaydi, boshqa yo'l bilan urush qilib ruxsat yo'q. Sen urush qilishga ruxsat yo'q. Xalqaro jamiyatning fikri. Ig'vogarchilik va to'qinish qilishga ruxsat yo'q. Xalqaro jamiyatning fikri. Tibetda, Uyg'uristonda rayonlarda mustamlika urushi qo'zg'ashga san ruxsat yo'q. Siyosiy yo'l bilan, tinch yo'l bilan hal qilasan. Chunki Rossiya Stalin seni Uyg'uristonga özünün maşinesi, harbiy transport maşinesi, harbiy transport aeroplanı bilan başlap kirdi. Şuna sen endi Uyg'uristondan tinch yo'l bilan, siyosiy yo'l bilan chekinisan. Tibet ham shundaq. Mushu masala hozircha mushunchilik dedik. O'z vaqti kelganda endi buni, shu vaqtida yetib kelgan qanday o'ttirg'i chiqdi, shu o'ttirg'i chiqqan bu so'zlaymiz vatandoshlar. Tunigun bir so'zligimizda xohish Tayvan buğuzu taraf ketken idi. Doğru bette. Bugünkü xahiş, yöneliş xahişi partiyanın işki kısmı, armiyanın işki kısmı geldi. Yani izbasar meselesi geldi. Andi yığına mesele bop, o tarafa çıkan kişi izbasar boğuşilay dedi. Men onu taza muşundak boluzu da bugün kılamayım. Çünkü o adamla Jungo cemiyeti tesir yok. Boğuşilay degenden tesir yok efendim. Bugünkü liksiyelerimiz bir şey gidecek.